Zohid aka, ko'p ota-onalar bolasini emlatishga qarshi ekan, emlatishdan keyin autizm bo'lishi mumkin degan o'y bilan. Shunaqa ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Bilasizmi, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, bu isbotlab berdiki, bugungi kundagi vaksinatsiya, ya'ni emlash bilan autizmni hech qanday aloqasi yo'qligi bugungi kunda isbotlangan. Vaksinaga qarshi bo'ladigan ota-onalarga bitta maslahat bermoqchiman, chunki mana siz ham biz ham vaksinatsiya olganmiz, lekin bizda autizm uchragani yo'q. Bo'lishi mumkindir, qandaydir совпадение deydi-ku, to'g'ri kelib qolgan o'sha vaksinatsiyaga, o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolib, mana shu autizmni kuchayishiga yoki turtki berib yuborishiga sabab bir mingdan bir sabablardan biri bo'lishi mumkin, lekin autizmni asosiy keltirib chiqaradigan sabab bu vaksinatsiya emas. Agar o'z vaqtida mana shu vaksinatsiyalarni olmaydigan bo'lsak, nima bo'lishi mumkin? Hurmatli ota-onalar, agar vaksinatsiyani olmaydigan bo'lsangiz, mana qizamiq bugungi kunda ko'ryapsizlar, judayam ko'p paninsefalit o'sha qizamiqdan keyingi judayam og'ir nevrologik kasalliklar, hattoki bolalarni o'limiga olib keladigan holatlar ham kuzatilyapti. Pnevmoniya va o'z vaqtida vaksinatsiya qilmaganingiz uchun og'ir pnevmoniyaning turlari bilan kechish natijasida o'sha har xil nafaqat nevrologik, balki bolani nogiron bo'lib qolishiga, hattoki bolani o'limga olib keladigan holatlargacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, agar farzandingiz sog'lom bo'ladigan bo'lsa, mutaxassislar tavsiya beradigan bo'lsa, vaksinatsiyaga olishga bolangizda qarshi ko'rsatma bo'lmaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, vaksinatsiyani hech qanaqangi qo'rqadigan joyi yo'q va hech qanday vaksina bugungi kunda ilmiy asoslangani yo'q autizm kasalligini keltirib chiqarishiga.